shu haftani ichiga bir fayomki mening telefonimga qo'yilgan voqean hamki odam xeyli va xeyli ma'yus bo'lasiz. Qizginani o'zi nomzod, hanuz to'y qilgani yo'q, otasini o'yiga bir maxfiy tomni ichiga kiradi, o'toqni ichiga o'zini o'zi halqoviz qilib o'ldiradi. Ahbobi do'st payom qo'ygandiki, oyo ustiga janoza o'qiyalikmi yo o'qimalikmi? Oyo mu'minlarni, musulmonlarni qabristoniga shu qizginani biza qo'yalikmi yo qo'ymalikmi? Xo'p, har surat tahlili bejo yaxshi emas. Mumkinki shu nomzod mavzusiga norizoyati bo'lsa, mumkin ixtilof xonavodasi bo'lsa, mumkin pishorahoy iqtisodiy va mushkulot zindaliklar pishori sabab bo'lgan bo'lsa, ya'ni bir ma'noy haqiqiy oyat shudiki, valo tulqu bi aydikum ila tahluka. Ey mu'minlar, ey musulmonlar, sizlar o'z qo'llaring bilan o'zlaringni halokatga, margga, o'limga eltib tashlamanglar. Ikkinchi ma'nosi shudiki, shunday bir vasilalarga, shunday bir asboblarga sizlar qo'l urmanglarki, o'rga ehtimoli halokat sizlar bo'lgidek bo'lsa. Fatohilar ki fe'lan istifoda bo'ladi. Asbob va soilahoy taraqqi ki fe'lan musulmonlarning ichiga, edlarga va bizlarning marosimhoy xushimizga istifoda bo'ladi. Oyo mutavajjisiz, ko'p kishilarning badanlarini ko'yishligiga sabab bo'lgan, shifoxonalarga intiqol berilgan sohib katta fatoqa taylabdi, o'zini ko'zi ko'ydirgandi. Ko'p kishilarning badanlarini va qo'llarini qat bo'lishligiga sabab bo'lgan va ko'p do'st inog'alarimizda, atfol mayda bolachalarimizda nobino ko'r bo'lishligiga sabab bo'lgan va aksar nuqtahoy badani qo'ldan berishligiga sabab bo'lgandi. Shu oy muboraka shuni ham nima bo'ladi? Shomil bo'ladi. Lihozo bir oyat Alloh taolo bizlarga bayon qiladi. Qancha ma'noy jomisi bor. Biriki o'zingni o'zing o'ldirma, ikkinchisi ham bunday bir joyga qo'l urmaginki ma'raza nima bo'lgidek bo'lsa, halokat ehtimoli o'lishning o'rga bo'lgidek bo'lsa.